Aziz kanalimiz kuzatuvchilari, mana biz g'ishtlarni ustilarini salafanda yopdik. Bu juda muhim sanaladi, sababi g'ishtlar baquvvat va pishiq bo'ladi. Shuning uchun biz ularni quyilgandan keyin ustilarini tezda yopamiz. Mana ko'rasizlar, ichlarida parlanyapti. Mana yaqindan ko'rsataman. Mana parlanish bor. Bu 1 sutka turadi. 1 sutka turgandan keyin sarafanlarni olib tashlaymiz. G'isht keraklik mustahkamlikka yetib oladi. Mana shu holda g'ishtlarni tayyorlayapmiz. Mana hozir natijasini ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu salafanda yordami bo'ladi. İşte baquvvatligi siri shunda. Albatta mustahkam.